Salom do'stlar. Mana biz bugungi 2026 DLC o'yiniga kiramiz. 2026 DLC o'yiniga maydonimni full qilganman. Hozirlarga buni bir borda kursdamiz. Mana transferga kiramiz. Transferga Dembele kelgan. Xudo xohlasa Dembeleni olamiz. Mana maydonimga kirib, maydonim 92,000 kishi sig'adigan maydondan bo'lgan. Xudo xohlasa buni full qilib, endi transfer qilamiz va Dembeleni olamiz. Hozir menga bor futbolchilar, menga hozir mana shu tarkib bor. Mana shu tarkib bilan Xudo xohlasa hozirgacha o'ynab g'alaba qozonib kelyapman. Xudo xohlasa donat qilamiz va akkauntga va akkaunt full qilamiz. Albatta full qiladigan videolarni Xudo xohlasa olib chiqaman. Hamma narsaga ko'rsatdi. Mana bunda 28,000 dremput yiqqanman. Xudo xohlasa uni ham oxirigacha bor qara agentlarni olishga harakat qilamiz. Video shu joyiga tugaydi. Hammaga rahmat.